Hürmetlik Şərq Türkistanlı qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 22 dekabr günü Şərq Türkistan Milli Matem günü. Çünki 76 yıl burunqi bu gündə Xitay təcavüzçiləri müstəqil Şərq Türkistan Cumhuriyetini rəsmi ağdırıb taşlab, Şərq Türkistanğa bolğan 76 yıllık işğaliyetini, müstəmlikisini, Şərq Türkistandakı Uyğur, Qırğız, Qazaq və başqa Türkiyə xalqlarga qarta yürgüzüyotqan irqi qırğınçılığını başlagan gün. Xitayning Şərq Türkistanğa bolğan işğaliyeti Şərq Türkistanda davamlaşıyotqan irqi qırğınçılıqning tüp səbəbi. Təcavüzçi Xitayning jinoyatlarini dunyoga qayta paş qilish orqali Şərq Türkistan xalqining qutuluşuning birdan-bir yo'li bo'lgan Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish uchun xalqaro jamiyatni yordamga chaqiriq qilish maqsadida Şərq Türkistan sürgündü hökuməti və Şərq Türkistan sürgündü parlamenti, şundaqla Şərq Türkistan Milli Fondi və Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Harakati vakilləri Washingtonda və Kanadaning Edmonton şəhrində namoyish o'tkazishni qaror qildi. Namoyishda Xitoyning Şərq Türkistanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi ayblanadi. Şərq Türkistanni ishg'oliyat ostidagi davlat deb e'tirof qilish, Amerika asir elingan davlatlar qonuni va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashining 1960 yildagi 1514 numurluq, 1970 yildagi 2625 numurluq, 1973 yildagi 3070 numurluq va 1990 yildagi 45 shundaqla 130 numurluq qarorlarga asosan mustaqillikni asliga keltirish talab qilinadi. Namoyish 2025 yili 12 oyning 21 kuni yakshanba tushdan keyin soat 1 dan 3 gacha davomlashadi. Qarindoshlarning qatnashishi talab qilinadi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Harakatining namoyish chaqiriqi matbuotlarda aks etdi. Hindiston Tribunal xabar torida 16 dekabr kuni mundaq deyildi. Şərq Türkistan Milli Matem kuni Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Harakati namoyish o'tkazib, Xitoy ishg'oliga qarshi dunyoviy harakat qilishga chaqirdi. Dunyo 22 dekabr Şərq Türkistan Milli Matem kuniga yaqinlashayotganda Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Harakati xalqaro jamiyatni Xitoyning Şərq Türkistanğa bo'lgan ishg'oliyati, mustamlikasi, Şərq Türkistandagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qazaq va boshqa Turkiya xalqlariga qaratgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi harakat qilishga chaqirdi. Bu yil 22 dekabr kuni 1949 yili ag'dirilgan mustaqil Şərq Türkistan Cumhuriyetining ag'dirilganligining 76 yilligini la'natlash kuni bo'lib, bu tashkilot bu xotira kunni Xitoyning jinoyatidan javobgarlikka tortishni talab qilish va mustaqillik uchun tirishchilik ko'rsatishning muhim payti deb qaraydi. İjtimoiy axborotda e'lon qilingan bayonotda Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Harakati Amerika asirga olingan davlatlar qonuni va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy kengashining har xil qarorlarini misol qilib, hukumatlarni bo'libmi Amerikani Şərq Türkistonni ishg'ol qilingan davlat deb rasmiy e'tirof qilishga, xalqaro qonunga asosan mustaqillikni asliga keltirishni qo'llashga chaqirdi. Bu bayonotga asoslanganda Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Harakati o'zining tashviqotini kuchaytirish uchun 2025 yili 12 oyning 21 kuni yakshanba tushdan keyin soat 1 dan 3 gacha Oqsaroyning yanidagi Lafayette bog'chasida namoyish o'tkazadi. Bu namoyishda Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarning haq-huquqi uchun davomlashayotgan kurashni ta'kidlash orqali dunyoning diqqatini tortishni maqsad qiladi. Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Harakati bo'lsa, Xitoy tarafidan Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb nom berilib boshqarilgan Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining vatani bo'lgan Şərq Türkistanning mustaqilligi va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'llash uchun xalqarada xizmat qilayotgan siyosiy tashviqot va inson haqlari tashkiloti. Şərq Türkistan Milli Uyg'unish Harakati boshqa bir bayonotida Xitoyning Uyg'urlarni dunyodagi eng baxtli musulmonlar deb tasvirlaganligini tilga oldi. Qandaqla bo'lmasin, Xitoy sud sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha 578.500 Uyg'ur umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lib, bu rasmiy qamoq jazosiga hukm qilingan nüfusning 33%dan ko'pragini egallaydi. Gerçi Uyg'urlar Xitoy Xalq Cumhuriyetining nüfusining 2%ning oz qismini egallasa-mu, inson haqlari tashkilotlari, jurnalistlar va ilgari tutqun qilinganlarning dokladlari Xitoyning atalmish Şinjan rayonida Uyg'ur musulmonlariga sistemlik ziyonkashlik qilayotganligidan derak berdi. Xabarlarga qaraganda nurg'ulg'an Uyg'urlar Xitoyning qayta tarbiyalash yoki kasbiy tarbiyalash markazlari deb ataydigan joylarda tutib turilayotgan bo'lib, qattiq qiyin qistoqlarga duchor bo'lib, og'ir zulm tortadi deyildi. Avstraliyada Yahudilarga qarshi hujumda 16 nafar kishi o'lgan.
NPR xabar torining 15 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Avstraliya hukumat xodimlarining 15 dekabr kuni bildirishicha, Yahudiy jamiyati organi Bondi Japaning tashkilotida Hanuka bayrami munosabati bilan Bondi dengiz sohilida bayram o'tkazayotgan Yahudilarga qarshi ikki qurolli kishining o'q chiqarib, bir kichik bolani o'z ichiga olgan 15 nafar kishini o'ldirganligini bildirgan. Bosh minister Antoni Albanese bu voqeani butun mamlakatning qalbiga hujum qilgan Yahudilarga qarshi terrorlik harakati deb tasvirlagan. Avstraliyaning dangliq dengiz sohilida yuz bergan bu qatliam bir yildan beri Avstraliyani qoplagan Yahudi dushmanligi to'lqinidan keyin maydonga kelgan. Saqchi komissarning aytishicha, qurolli kishining biri 50 yoshlik bir er bo'lib, yana bir qurollanuvchining 24 yoshlardagi o'g'li yaralanganlikdan doktorxonaga ilib berilgan. Yangi Janubiy Velsning bosh ministri Chris Minnis muxbirlarga qazo qilganlarning yoshining 10 yoshdan 87 yoshgacha ekanligini aytgan. Hujumda kam deganda 38 kishi yaralangan. Sharq Turkiston surgundi hukumati mazkur terrorlik hujumini aybladi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining 15 dekabr kuni ijtimoiy axborot supisi X'da e'lon qilgan bayonotida mundaq deyildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Bondi dengiz sohilida yuz bergan Yahudi dushmanligi terror hujumini qattiq ayblaydi. Hujumda qurbon bo'lganlarga, oilalariga va barliq Avstraliya xalqiga ta'ziya bildirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Xitoy Kompartiyasining bu xil barliq terrorlik hujumlaridan foydalanib, Sharq Turkistonning milliy qutulish kurashini shaytonlashtirish urinishini qattiq ayblaydi. General Mahmud Mo'ytining 1938-yildagi xati. Muqaddas vatanimiz, suyimlik Turkistonimizning muhim bir qismi bo'lgan g'arb tarafi Rus qo'lida mahkumlik va asirlikka duch kelayotgan bir paytda sharq qismi Xitoyning razil siyosatlari ostida zulm va javr jafo ko'rmoqda edi. Shonliq turk tariximizning qora sahifalarini tashkil qilgan bu dahshatli kunlar hech qachon tinch o'tmagan. Taqdirning jilva qilishini kutib yetib boqmagan edi. Turkiston turklari har imkoniyatdan foydalanib, ishg'olchi kuchlarga qarshi noroziligini ifodalab turdi. Aziz va shonu shavkatlik millatimizning hur va mustaqil yashash orzusi qadimdan tortib qon-qiniga singib ketgan hukmronlik xarakteridan manbalangan yuksak orzu armoni edi. Ma'amal bo'lsinki, dushman kuchlik va zamonaviy tusda tayyorligi bor edi. Biz bo'lsak, mahkumlikning noqulay va qis bo'lgan shart-sharoitlari tufayli har taraflama yetishib chiqishga ulgurmagan edik. Ahvolimiz shundoq turibmi, biz yanada zulmga qarshi qonliq kurashga otlandik. Sharq Turkistonning keyingi mazgillardagi inqiloblari undan avvalgi inqiloblarga selishtirganda g'oyasi va tutgan yo'li e'tibori bilan alohida diqqatga sazovor bo'lishiga qaramay, dushmanning kuch-quvvati hamda Xitoy va Rusning o'rtaq nuqtasining kommunist markazlik bo'lishi jihatdan har ikkisining sapni bir qilishi ushbu kurashning shaklini butunlay boshqa bir tusga ilib kirdi. Bu sababdan Sharq Turkistonning navbatdagi inqilobi o'xshamagan nuqtalarda turib tekshirib tahqiqlanmoqi zarur. Chunki mazkur jangda dushmanimiz Xitoyning tarafini olib, uningga yordam bergan Ruslarning navbatdagidek orqa qisilib olishi va bu ikki azaliy turk dushmanining keyingi janglarda qo'lini qo'lga tutashtirganligi alohida bir ish va intayin xatarlik bir vaziyatdan bishorat. Sharq Turkiston inqilobini yaqindan kuzatmagan xalqimizning irodasini, zulmning, vahshiylikning azob-uqubatlarini bizchilik qiynalib his qilmagan yoki bularni bilishni xohlamaganlar inqilobimizni behuda jang yoki bo'lmasa behuda qon to'kish deb o'yladi va bizga avtonomiya va qonuniy barobarlik talab qilishni tavsiya qilishdi. Albatta biz avtonomiya va qonuniy barobarlik talab qilishning vatan uchun amaliylashadigan tarafini bu kurashni dastlab boshlagandilar bilib yetgan edik. Amaliyotda Xitoyning bizga bergan avtonomiyasi va o'z millatiga foyda olib kelgan jumhuriyat haq-huquqlari Turkistonimiz uchun elib aytganda yana shu asorat, yana shu zulm, yana shu izishdan boshqa narsa emas edi. Biz bu kurashni birovdan tilab olish uchun qilmadik va qilmaymiz. Tilab oladigan ish bo'lsa, uni urushsizmi qo'lga keltirgili bo'ladi. Ammo biz bir da'voni boshladik. Da'voyimiz mutlaq holda milliy qurtulishdir. Da'vo degan ekanmiz, qon to'kmay, qurbonlik bermay bo'lmaydi. Darvaqa intayin haqqoniy ravishda qon to'kdik. Suyimlik vatanimiz uchun ikkilanmay, o'xshanlik bilan jon berdik va bu yo'lda yana o'xshash g'ayrat bilan qon to'kishga tayyormiz.
Biz milliy kurash harakatimizni boshlagan kunlarda bizga avtonomiya talab qilishni tavsiya qilgan va Xitoylarni uchirib ko'kka ko'targan, ular bilan yiriklashish emas, aksincha birlashishning foydali ekanligini ilgari surib maslahat bergan g'afillarmi bo'ldi. Biz bundaqlarning oramizdan yana kelib Sharqi Turkistonliklarimiz orasidan chiqib qolishini asla xohlamagan va hatto undaqlarning chiqishini taxminmi qilmagan edik. Biroq ming afsuski shu badbaxt tasodifiylikqa duch kelganimizdan achindik. Özünü Şarkı Türkistanlık dep yürgen Eysa Bek oğlu Yusuf, keyinki tunulgan ismi Eysa Yusuf Alip Tekin degan birining Çin Türkistani Avazi degan ismda chiqargan majmuasini ko'rib, uningdagi qo'pol gaplarni hamda bizning g'oyamiz va da'voyimizga uygun kelmaydigan fikrlar bilan Xitoy maddahligi qilganligini o'qiganimizda hayron qolgan edik. Ammo uning bolsheviklarning vahshiyona qilmishlari, odamiylikka yot qilgan atganlariga doir bayonlaridan bir oz to'g'ri tushunib, uning Xitoyni madhiylashini bir xil hol aytish va tasalli bo'lsa kerak deb o'ylagan edik. Biroq oraliqda u urush xabari nomli majmuasini chiqarib, o'zining abdi bashirisini maydonga oshkor qildi. Eysa ismli yo'ldan chiqqan bu sotqin Sharq Turkistonliklar nomida so'zlab bizni bakmo numusga qo'ydi. Dadasining Xitoy kadri bo'lganligi sababli bek atqini qo'llanib yurgan bu Xitoyparastning yolg'iz Xitoylar bilan emas, doisi bo'lgan jangjishidan keyin Rus bolsheviklari bilan birlashib ketganligi shubhasiz edi. Biz bu numussiz Xitoy vatanparvarning milliy da'voyimizga jiddiy ma'noda xatarlik unsur ekanligini o'ylab turganimizda, ya'ni bu mazgil 1938-yili 3-oyning 11-kunlariga to'g'ri keladi. Nasl nasabi o'ziga o'xshash gumonliq birisi bilan birlikda Hindistonga keldi. Matbuotda qilib kelgan propagandasini va Xitoy vatanparvarligini o'zi bir qo'lliq yuritishni va buni shahar kezib anglashni ko'ngliga bukib, ta Xitoydan Hindistongacha yetib kelgan bu Eysa tap tortmasdan menga Xitoyga qaytishni aytib, bu yerda menga beriladigan buyuk mansab lavqalarni salo qilib turdi. Uning bundaq qiziqtirishlarimi aslida uning chakini bir narsa ekanligini isbotlagan edi. Söyümlük vatanimda ilib borgan kurashlarimga hamda aziz yurtdoshlarimning samimiy tilak va orzu armonlarini ro'yobga chiqarish uchun ketayotgan milliy yo'limga to'g'ri kelmaydigan va tamoman zid bo'lgan bu taklifga mening beradigan javobim aniq edi. Aziz vatan avlodlarining muborak qonlariga behurmatlik qilish aqlimdan kechgan emas. Shundaqla bu yo'lda yurganlarning o'xshash samimiyat va orzu armon bilan xizmat qilayotganligi menga ayon. Hamda shundoq bo'lishini umid qilaman. Vatandan chet elga chiqqanligim hargizmi kurash qilishdan qochganligimdan qandaqdir keyincha yana Xitoyga qaytib mansab va maqom olish uchun emas, kurash hayotimda men bilan yonma-yon sap tutgan do'stlarimga ma'lumki, men hech qachon maqom uchun milliy g'ururimni sotmadim. Qandaqdir keyincha yana Xitoyga qaytib mansab va maqom olish uchun emas. Kurash hayotimda men bilan yonma-yon sap tutgan do'stlarimga ma'lumki, men hech qachon maqom uchun milliy g'ururimni sotmadim. Mansab tutqunimdimi samimiy holda milliy mafkuramda ching turdi. Vatan va millatimga qarshi burchimda kurashga otlangan vaqtimda ichgan qasamyadim abadiy va izchildir. Eysa va uningga o'xshagan pasandalar yaxshi bilsinki, bu inqilob endi o'zining tegishli natijasini qo'lga keltirmoqcha to'xtab qolmaydi. Uning qahramon erkaklari mafkuraviy sohadan o'rin olib bo'lgan. Endi ular bu jangdan toki maqsadga yetmaguncha to'xtab qolmaydi. Mangan yo'lidan aslo qaytmaydi. Eysa haqiqatanmi xato adresga kelib qolganligini tushunib yetdi. Endi u boshqa yo'lni sinab ko'rishga boshlagan edi. U xo'jayini bo'lgan Bombaydagi Xitoy konsuli bilan birlashib tahdid qilish usulini qo'llandi va Britaniya Hindiston hukumatiga chaqishtirib bizni hibsga oldirdi. Bizni eng afsuslantiradigan ishlardan biri dal mush ish bo'lgan edi. O'limdan qo'rqmagan, eng nozik va sezgir ishlardimi tamkin turgan biz kabi kurash qiluvchilarning samimiyatiga hurmat qiladiganlik kutilayotgan atalmish gentleman Britaniya turlik murojaatlarimiz tursimi sabab va bahona ko'rsatishda butunlay chaqimchilikqa asoslangan holda bizni 28 kun qamab qo'ydi va bizni Hindistondan chiqib ketish sharti bilan qo'yib berdi. Agar bizni qamoqqa olganlar biz qarshi turayotgan Xitoy yoki Rus hukumatlari bo'lgan bo'lsa edi, ancha hayron qolib ketmas edik. Siyosiy panohlik tilab qilishimizmi bizga mehmon sifatida muomala qilishidan, chiroyli ravishda kutib olishidan boshqa talab kutilmagan Britaniya Hindiston hukumatining bu harakati Rusning yuzini qilganligidanmi yoki Xitoyga xushomad ifodasi bildirishdan bo'lganmi bilolmay qoldik.
Haqiqatan tarafsiz deb bilgan insonlarimizning tarafbozcha bir tusda o'tirg'i chiqishidan echindiq. Bo'lmasa biz undaq hadislardan qo'rqib yo'lidan voz kechadiganlardan emas. To'mirimizda eqiyotgan qon bizning ong tuyg'ularimiz, irodamizdir. Do'st dushmanlarimiz shuni bilib qolishsunki, biz belgilik nishon va muayyan g'oya bilan ketyapmiz. Shunga bizning bu tabiiy g'oyamizga qarshi turganlarni dushman deb bilish majburiyatimiz bor. Shuni aniq qilmay bo'lmaydiki, dushmanga do'st bo'lganlar bizga do'st bo'lolmaydi. Biz ishg'olchi emas, aksicha ishg'olchilarga qarshi milliy mavjudligini saqlamoqchi bo'lgan buyuk bir millatning a'zolarimiz. Kashki vatanimizni besib olganlarga qarshi kurashlarimizga aralashib olganlar, to'sqinlik qilayotganlar vijdonli millatlardan chiqmagan bo'lsa, bizning bu kurashimiz iymonimizning timsolidir. Qo'rqoqlik bizga yot bir hukmdir. Yo'limiz aniq, g'oyamizmi ham aniq va ochiq. Milliy g'oyamizdan voz kechganimiz dushman bilan birlashganimizga barobar. Vatan ichi va sirtidagi yurtdoshlar va kurash yo'lidagi qarindoshlarimga deydigan oxirgi so'zim, muqaddas g'oyamiz uchun ormay talmay oxirigacha xizmat qilish, qaysiz va sharsiz holda vatan millatning mustaqilligini kafolatga ega qilish yo'lida ilgirkidimmi bakrak qutlug' bir shaklda mo'rini mo'riga tirab otilmishdir. Sharqi Turkiston Türk vatanidir. Uning ismiga loyiq bir davlat bo'lish uchun astoydil xizmat qilmoq barchamizning zimmasidagi burchdir. 1939 yılı 2. ayının 24. günü şehri Bombay. Yaş Türkistan Mecmuası 1939 yılı Hicriye 1358 yılı 112. san. Uygurcadan Uygurcaga ağdırgıcı Borhan Muhammed. Haberlerimiz bu şerde ahırlaştı. Kelar qitim programımızda görüşkice Allah'a emanet olgaysızlar.